Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Angliya Ligasi Kubogining chorak finalida Manchester City futbolchilari Brentfordni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchratib, bosh sovrin uchun yurishni davom ettiradigan bo'ldi. Ushbu bahsning 16-daqiqasida ro'y bergan holat hamon muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Nathan Ake xatosidan foydalangan raqib futbolchisi Kevin Shade himoyachi Abduqodir Husanov tomonidan qo'pollik bilan to'xtatildi. Hakam bu vaziyatda o'zbek futbolchisiga ogohlantirish berdi. Uchrashuvning qolgan daqiqalarida Husanov a'lo darajada o'ynab, raqibning darvozaga yo'l topishiga va xavf solishiga yo'l qo'ymadi. Bahsdan keyin Brentford bosh murabbiyi Kit Andrews bosh hakam Husanov bilan bog'liq vaziyatda qizil kartochka ko'rsatish kerakligini va Abduqodirning maydonda qolishi natijaga ta'sir o'tkazganini ta'kidladi. Bu masala Buyuk Britaniya ommaviy axborot vositalarida keng rezonans keltirib chiqardi. Kit Andrewsning keskin bayonoti Manchester City bosh murabbiyi Guardiolani ham befarq qoldirmadi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola Brentford ustozi Kit Andrewsga klubning mashg'ulotlar bazasiga kelib, bahsli vaziyat va hakam qarori yuzasidan bir finjon qahva ustida gaplashib olishni taklif qildi. Ha, yaxshi, uni mashg'ulotlar bazasida qahvaga taklif qilaman. Shu yerda bu masalani muhokama qilib olamiz, dedi Guardiola. Manchester City klubi hamda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov Liverpool jamoasi rahbariyati e'tiboriga tushgan. Liverpoolning fransiyalik sobiq futbolchisi Mamadou Sakho Sky Sports telekanalidagi chiqishida Liverpool anchadan buyon Abduqodir Husanovni kuzatayotgani va uni yuqori baholashini ma'lum qildi. Liverpool haqidagi xabarlarni yoritib boradigan Anfield Papers sahifasiga ko'ra, Manchester City o'zbekistonlik 21 yoshli himoyachi uchun 47 million funtdan ko'p mablag' so'ramasa, Liverpool transfer borasida muzokaraga kirishishga tayyor ekanligini aytib o'tdi.